Hayat yolları birbirine bağlayan iken baklıymışsan ay afsuslanmaysan beni sarılan iken lay 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 Kurbanım gel sevgilim. Seninle güzel
ehsonotlar bo'lsin. Yana kelib mana shu kunlarda baxtli kelinlarimizni yaratgan buyuk ne'matlar bilan siylasin. Haqiqiy to'ylarda qatorlardan kam bo'lmasdan qamishdan bel bog'lab xizmatda bo'lishlik nasib qilgan bo'lsin. Ikki og'iz chiroyli niyatlarni kechamizni ilk tabrik so'zlarini sizlardan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Shu davraga yig'ilganingiz mehmonlar. 2 yosh baxtliman, tabriklayman, baxtli bo'lishsin. Ilohim farzandlari ko'payib, baxtli saodatli bo'lib yuringlar. Tabriklayman. Assalomu alaykum. Shu davraga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun o'rtog'imiz, do'stimiz Shohruxxonni nikoh to'ylarini o'tdi. Bu nikoh to'yidan o'rtog'im chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim baxtli bo'lsin. Xudo xolasa farzandlari ham ko'payib, baxtli hayot kechirsin. Tabriklayman hammalarni. Guldiroz qarsakiylar bo'lsin. Birinchi tabrik so'zlari. Tanijoninglar sog' bo'lsin. Yana bir barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sizlarning so'zinglarga isbot talab qilsak, noo'rin bo'ladi, lekin so'zinglarga qo'shib chaqarizlar. Kechamizni fayzi bu sizlarning birinchi raqsiylar bilan bog'liq. Go'zal kuylarimiz sizlar uchun bo'ladi. Marhamat. Davom etamiz. Yaxshi niyatinglar o'zingizlarga yo'ldosh bo'lsin. Yana bir bor barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. To'ylar qolay bo'lsin. Endigina qadam bilan yurayotgan barcha aziz mehmonlarimizga xush kelibsizlar. Tayyor. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her nails, the minute emotion.
Health Center. Bravo. Yaxshi bo'lamiz. Pantalonan deyapti. Yaxshi bo'lamiz. Yaxshi kayfiyat, barchalarga yana bir bor xush kelibsizlar. Ammo xonadonlarimizni ma'muriyat bilan badiiy maydonimizga chorlaymiz. Keling, qaysi tomonda? Mashhurxon keling. Hamma xonadon qaysi tomonda? Marhamat. Ambajonlarimiz, xonajonlarimiz, ildamroq qadamlar bilan kelasizlar. Chiroyli niyatlarni bildirasizlar. Kuyov bo'lamiz, hamma xonadonlarni birgalikda davramizga chorlaymiz. Bugungi kechamiz o'zgacha o'tmoqda. Ko'tarinki kayfiyatlarda hamma xonadonlarimizni badiiy maydonimizga chorlaymiz. Yaxshi niyatlarni bildirib qo'yadilar kuyovlarimizga. Shu qatorida xonadonimizning sohibi va sohibalariga to'ylar muborak bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin degan so'zlarni aytib qo'yasizlar. Badiiy maydonimiz, badiiy sahnamiz sizlar uchun muntazir. Kelinni xolasi, kelin bolani ammasi, kuyov bolamizni xolasi, ammasi. Qatorliklardan kam qilmasin, to'ylar muborak bo'lsin. Kuyovlar muborak bo'lsin, kelinlar muborak bo'lsin. Kuyovlarni payg'ambarlar siylagan deyshadi. Siylovlarga munosib kuyovlar bo'lishligini yaratgandan so'raymiz. Kelinimiz o'z yo'lida o'z sizlar o'ylagandan ham ko'ra ko'proq baxtlarning sohibasi bo'lsin. Xonadonlarga fayz va barakatlar olib keladigan qutlug' qadamli kelinlardan bo'lsin. Ikki og'iz chiroyli niyatlarni bildirib qo'yasizlar. Marhamat.